Vay ayrılgan ihyaydu bilingen Allah bilingen birgeyem dur can Cimin beşkiyel için imkan fakat akil Vay yıkıl bilen pemdur İgem yorayı abi Ay ölmeydigan kim var ya Ular Cumhuriyet g'albalarining ne'matlariga eg'iz tekkan. Mahkumiyat zarbalarining qismatlarida zulm chekkan. Vatanning hurligi uchun jon fido etgan shu jangovar ajdodlarning avlodlaridir. Ular bir ömür vatan deb ahuzar chekkan. Veya hürlük deb, iman deb, pak yaşap ötken. Veya şehit, gazi bulup visalga yetken şu kadirdan ecdatlarının yaldamılarıdır. Ular jangahlardan qabrlargacha oqqan qonlardan ozuqlangan bir tavarruk jon. Ular vatansizlik borallarda to'lib müdürüp, ölümning hanglarda yo'llarini davom qilgan to'xtamas karvon. Ular güzel hayat izlep, gayret tevekküller kılgan addi bir insan. Şundaq. Ular bir bütün milletning barliq tabiqalarini o'zlari mujassam qilgan muhojiratdagi tunji Uyg'urlar to'plamining peshqadamlaridir. Ularning ko'rgan anglag'anlardan hosil bo'lgan mazkur film ayni zamondan bugunga qadar duch kelayotgan qismatlarimiz bilan taqdir peshonlarimiz orasida javobsiz qolgan nurg'un savollarimizga tadqiq qilishga arzigidek javoblarni bermoqda.
Assalamu alaikum, Erik TV'nin aziz görürmenleri. Bugünkü Hayat Şahitler programımızga hoş geldinler. Bugünkü sanımızda Kırgızstan'ın Bishkek şehirde yaşap durup atkan, bu yıl 91 yaşka kirgen vatanimizde 1944 yıldan 49 yılga koşulan aralıkta Xitayga karşı uruş katnaşkan generalimiz Hamid aka bilen ötküzgen söhbetimiz huzurunlarda buludu. Hamid aka'nın hayatı kızıksanlar, diqqatinglar ekranda bolsun. Endi ben asli Gulculuqman. 1922 yılı tug'ildim. Tug'ilib bir necha vaqtgacha 4-chi klass Uyg'urcha o'qidimda, qolganini endi o'rischa o'qay deb bizning uyimizga rus maktabi yaqin edi. Shuning uchun o'ris maktabiga kirib, o'ris maktabida 8 yil o'qidim buni. Endi uni vaqtlarda Rus gimnaziya deb atatdik. Şu Rus gimnaziyani ishqilib 1943 yilgacha, ya 42 yilgacha bitdim. 43 yil bitgandan keyin endi men uyda opam bilan yolg'iz qolib, xizmatga o'rinlashib to'g'ri keldi. Abdukerim Abbasov orqali ma'rif idorasi bilan söyleshib, bizda Umid maktabi degan maktab bor edi. 3 Tavuz degan mahallada shunga xizmatga o'rinlashib, muallimlik xizmatini ado qildim. Shuning bilan turmushimizni o'zimizga loyiq o'rinlashtirib, loyiq o'tkazib nima qildik bolam. Mening tariximda qisqacha mana o'sha ish. Andan keyin 1-2 yil u yerda ishlagandan keyin, 1,5 yil 2 yil ishlagandan keyin 44-yilda inqilob boshlandi. Milliy inqilob boshlangandan keyin hadab askarlikka kirdik. Askarlikka kirgandan keyin komandirimiz qayoqqa buyursa shu xizmatni ado qildik. Qaysi направлениеga nima qilgan bo'lsa shu yoqqa bordik. Albatta komandirlarning buyruqlarini atqirmoq shart. Andan keyin 45-yili mart oyida qandaqda Abdukerim Abbasov boshliq markaziy hukumatning buyrug'i bilan Oqsuga bizni mang'izdi. Abdukerim Abbasov boshliq, Damullo Ro'ziyev va Qosimjon Qambari. Mana shu 3 kishining rahbarligida birisi Damullo Ro'ziyev degan o diniy zot. Albatta o diniy zotning ayadagi roli bak muhim bo'ladi ekan shu zamonlarda. Shuning uchun Oqsuga safar qildik. Oqsuda neri beri bo'lib aytar bir 10 oy yurdim-ku. 10 oy yurdim. 10 oy albatta xirjiq bir narsalarni ko'rsatdi bolam. Xirjiq bir narsalarni ko'rsatdi. Endi u yerda buyruq bo'yicha topshirilgan vazifalarning hammani ado qilish albatta mumkin bo'lmadi. Shuning bilan 45-yili noyabr oyida G'o'zaga qaytdik. G'o'zaga qaytib kelib, andan keyin endi men boyaliqqa o'rischa til biladiganligim uchun o'rischa bilimim oz to'la borligini uqib, Milliy armiyaning qurilgan shtabiga xizmatga shu yerga kirdim. O vaqtlarda bu yoqdan borgan, Sovet hukumatidan borgan specialistlar bir muncha bor edi. Shularning qo'lida ishlagandek bo'ldim. Har holda ulardan xeyli bir narsalarni elishga to'g'ri keldi. O'rgandim-da, bunday qisqacha. O'rganib, andan keyin bo'lim boshlig'i nima ko'zladim? Askariy qismlar bilan to'ldirish va askariy qismlar bilan to'ldirish bo'limi deb bildim. Ham shu bo'lim billa kadrlar masalasini hal qilish billa beriladi. Ham kadrlar bo'limi deb ataladi, ham to'liqlash bo'limi deb ataladi. Shu yerda ishladim. Herhalde Rusça nimeler mutaxassislar bilan birga ishlab nimqanligim uchun bir narsani ko'rdim, uqdim, bildim. Herhalde shular ko'p asqatdi. Xizmatim yomon emas bo'ldi.
yaman emas bo'ldi. Demak, rahbarlarga nima qildim? Bu bir. Ikkinchisi, mening olaydan ta'kidlab aytadiganim, mening bilan birga ishlagan cho'nglarim bilimli odamlar edi-da. Masalan, nachalik shtabimiz general-mayor Majarov degan kishi edi. O kishi nəhayət bilimli adam bo'lganligi uchun bizga bergan ta'limi, bizga bergan o'rgatib atgan narsalari shu zamonning nimasiga loyiq, vaziyatiga loyiq bo'lganligi uchun biz shu odamdan xeyli bir narsalarni o'rgandik albatta. Shuning uchun atqirgan xizmatlarimiz shu zamonga loyiq bo'ldi, o'tdi endi shu loyiq. Shuning uchun ben 45-yili 46'da 47'nin yerimi bölüm başlığı hizmetini atqırıp geldim. Ondan keyin 47'de yerime ötkenden keyin benim hizmetim bu rahbarlar boşu boludu. Boşu to'g'ri bo'ladi, boshning nimasi deb belgilanishi kerak. Altay viloyatiga general-mayor Badalxon degan. Biz severniy направлениеda batadik. Shimoliy yo'limiz. Shimoliy yo'limiz askariy qismiga meni nachalik shtab qilib, o'qlarda unvonim kapitan edi. Shaqavat. Bu yoqqa berib, general-mayor yaxshi odam ekan uma. Belki tuzuk kishi ekan. Yana da bu yoqdan bo'lgan specialistdan Vektorov degan bir kishi var ekan, ular bilan ko'rishib, herhalde xizmetim yomon bo'lmadi. Xizmetim yomon bo'lmadi. Rahbarlar undan yaxshi odamlar, bilimli odamlar, ko'pni ko'rgan odamlar bo'lg'achqa ularning ta'lim tarbiyasi bizga qarata yaxshi yo'q deb bilaman. Undan bo'ldi, shuning uchun bu yerda 1,5 yil mobaynida ishladim bu deyman. Ana lekin Şimali yönümüz Sarısınbel deb ataymiz, Altayning markaziy shahri. Bu yerdagi nima havo sharoiti G'uljinikiga o'xshamaydi ekan, ustun ekanda. Bak ustun ekan. Shuning uchun mening salomatligimga toza yor bermadi. Toza durust kelganligi uchun ruxsat elib, men bu yerda og'rib kelib, birga ish topmaysiz deb G'uljiga qaytib keldim. Qaytib kelib yana o'zimninki shu burungi xizmetimga shtabga o'rinlashib, shu yerda xizmatni qildim. İşledim. Bu 47-48 yillar bo'ldi endi. Aqsuga borgan vaqtning o'zida nima ishlar bo'ldi, masalan, onu aytdingizmi? Masalan, bu yerdagi bir kunlik hayotinglar qanday, nima yedinglar, nima yotdinglar, tasmiti, urush qildinglarmi, qichdinglarmi, yengilib qoldinglarmi? Biz 45-yili martning 19-kuni Elxon To'ram bizni tekasdan nimaga yo'lga soldi. Qur'onning ostidan o'tkazib, o'qiydigan hamma nimalarni o'qib bizni yo'lga soldi. Xayr, Aqsuga bordik. Aqsuga berib, Talamat degan yerdan eshib berib, anadekimizga Boy degan shahar bor ekan, Boyga tushdik. Boy haqiqatan boy shahar ekan, u yerdagi xalq qarshi oldi. Boyda bir necha kun turib, Xitoy biz kelgandan keyin o'sha Xitoy askarlari chekinib qochdi endi. Qaysi qayoqqa ketdi bilmaymiz. Boyda bir necha kun turib, andan keyin o'zimizningki rastlaydigan, tuzaydigan narsalarimizni hammasini tuzab elib, u yerdan Aqsuga yo'l soldi. Aqsuga keldik. Aqsu Konuşaga. Aqsu Konuşaga kelib, Konuşa hokim idorasi degan idora bor ekan, hokim idorasiga o'rinlashib, shu yerda tayyorligimizni qildik. Aqsu Yengishada Xitoylar bor, Xitoy askarlari bor. Xitoy qo'mondonligi Yengishada. Yengishada. Ammo razvedkaning bizga bergan ma'lumoti bo'yicha Xitoylarning askarlari ma'lum kuchi Yengishada bo'lsa-mu, ammo bek oz. Boshlar. Oddiy xalqlarning bizga aytishi bo'yicha sizlar qo'rqmay kiraveringlar. Bosh. Xitoy davlat qechib tugidi. Aqshuni olayversanglar bo'ladi. Degandan keyin bizning oqimizdagi kuch bizga yor bermadi endi.
Koşarakda endi. Koşarak şunun için Abdülkerim Abbasov'ның, Qasımcan Qambari'nin, Damullar Aziblar'ның bularınki kararı boyunca elbette bular hükümetin bəgən bularga tapşırığı binaen işleydi o endi bular. Bu yerdə baş-başlıq qilishqa, təvəkkülçülükə ruxsat yo'q. Şunun için bular bu məsləhət bilan Aksu'dan konuşaydın biz neydi? Sılcımızdık. Sılcımızdık şeyde oldu. Anan deyken bir mançı vaxtla tuğan deyken qarab neme üçündü bilmemiz siyaset özgürüm. Bizim kolumuzdaki korallarını qandaqdı. Hemmini yığıştırıp ip çıkıp etti. Mesela avtomat, PPSA, her türlükünü bile. Fakat burunki miltiqlar qaldık, odatdagi miltiqlar bilan. Türkleriga ketgan miltiqimiz Etokam. O'shaning bilan bombay Xitoy hamda bizning mayda bo'layotgan ahvolimizni hammasini Xitoy razvedka orqali bilib turdi. Bilib turg'ashqa qandoqda bir kuni biz hokimiylar yo'qolsak shu oshaqdan kelayotganligini xabar razvedka chekinmasak bo'lmaydigan bo'ldi. Deb hokim idorasidan chekinib tozlangan degan yavandi. Nimadan Aksu'dan ko'tarilib chiqqan ekanlar. Aksu shahri tövende. Zaratkorlik Shukurida. Shuning uchun bu tövenden shahardan Shukurga chekinish to'g'ri keldi, chekindik. Endi bu yerda bizni nima qilayotgan, milli boshqarayotgan, qo'mondonlik qilayotgan polkovnik Sopoxin degan adam bo'lgan. Bu Sopoxin energiya ichini özünün bilimiga ishonadigan, tuzuk, aqlda adam edi. Shu adamning yordamchilari bu adam bilan birga bo'lib, Aksu'dan chekib Jam degan yer bor ekan, Jam bilan Aksu'ning o'tirishi 45 kilometrga. Jamga chekindik. Jamdan Tuzovat degan yer bor endi tövende. Bu endi bu yoqqa nima chekinish nimasida Tuzovat yerga nima qildik. Hatta Tuzavatgacha Xitoy askarlari qo'g'lab keldi bizni. Ular o'zi bizning ahvolimizning qayergacha ekanligini, nima ekanligini ular bilib bo'lgan. Shuningdek, har holda cho'ng bir xavfga yo'liqmaslik uchun bizning rahbarlar chekinishning yo'li bilan Qo'g'onga keldik. Qo'g'on degan hamdiligi nimaning g'ulji bilan Janubiy Shinjongning darvozasida endi. Darvozasi Qo'g'onga kelib, o'rilishi bilib, aynan degan aqrin nimaga Shat orqali Muzdavan deymiz. Muzdavan orqali Shatga kelib, Shatdan chekash kelib, aynan degan G'uljiga qaytdik. Bu yerda Abdülkerim Abbasov bilan Qasımcan Qambari ikkisi bir shular bilan birga bo'lib, albatta shular o'zlarining qo'lidan kelgan nimalarni hammani qilib boqdi, lekin chora bo'lmadi. Qaytdik. 45-yilda qaysi aylarda esim yo'q, herhalde shunday qilib Aksu nimasidan qaytdik. Aksuga hukumatimizningki Ilham Tören boshliq planlagan bir muncha narsa amalga oshmadi. Ilham Tören qanday odam edi? Ya'ni yaqindan ko'rgan muosili, ya'ni nima xarakteri qanday edi, nimalarni deydi, masalan sizlarga bir qanday shaklda tashviqotlarni qiladi, nimalarni so'zlaydi, nutq qobiliyati qanday bir odam edi? Hamda Ilham Tören sırası bir kömürge vaxtida bu adam pek yumuşak adam deydigan. Ama böyle dini zat bo'lganligi uchun nahayat ko'p narsalarni dinga qoplab, din orqali odamlarni yumshatib qiladigan yumshoq so'zlik odam edi. Ilham Törenni men jiq ko'rdim. Ilham o'zining bilimiga ishonib, yo'g'onchilik qilib, takabbürlik qilib,
odamlarni mushu orqali ishlataman degan biror fazilatli biror alomatlarni ko'rganimiz yo'q, ko'rmadim ham. Herhalde muomalani tuz chiroyli qildi. Ham shu vaqtning sharoiti bo'yicha u odamning o'zini ashunaq tutqini albatta shu vaziyatga loyiq bir siyosat bo'lg'aydi deb hukmimiz Ilhom To'ramdan shunchalik odam. Ammo diniy bilimine ait üstündü. Dini bilimine ait üstündü. Şunun için keyin endi biz hem işler tugab qo'ygan ekan. Demek şu vaqtlarda kimiki bu Ilhom To'ramni u yoqqa avatib xizmatga soldi ekan. Demek her qanday bir hukumatga kerak odam ekan bu deb his qildik biz. Ilhom To'ramni 47-yili bu Ruslar chaqirib akirib ketgandan keyin sizlarda qanday inkaslar paydo bo'ldi? Hech kim o'qimagan deb tudinglarmi, tushundinglarmi demiş bo'lganda? Endi qarang, o vaqtlarda Ilhom To'ram bir chiroyli hukumat ishlarini boshqaryapti deb yugurib o'tirib chiqqan odamlar bo'lmadi. Endi bizning shu vaqt xalqimizning ong sezimi shu yergacha yetmagan bo'lg'aydi deb tushundik biz. Chunki boshqa vaqtlarda bo'lsa namoyish qilib ko'tarilib xalq o'tirg'i chiqdi. O vaqtlarda bizning xalqimizda shu ong sezim ozmi, kammi yoki yo'qmi, qo'rqinish ko'pmi, ammo hech kim nimaga Ilhom To'ramni nimishga ketdi, bu nima gap bo'ldi, nimaga keldi, nimaga ketdi bu odam deb o'tirg'i da'vo qilib chiqqan birer grup adamlar yo'q bo'lgani yo'q. Bo'lmadi. Herhalde biz dedik, o'yildik, qo'rqdi. Bizning haq qo'rqdi. Ham dedik, yurak oldi bo'lib ketgan haq qarang. Birdan ma'nodan qo'rqib, birdan ma'nodan qo'rqib, yurak oldi bo'lib ketgan haq. Shuning uchun teptashligimiz undan bular edi deb. Endi Ilhom To'ram o'zi inqilobning oldida qanchalik vaqt to'shni bilmayman, albatta bir yil bo'lgan. Bir yil Beytullah medresede adam imametçilik qilib qarang. Xalqni jiq tarbiyalagan mana shu vaqtlarda. Din orqali xalqni qo'zg'ab, inqilobga tayyorlab boyqa Ilhom To'ramga bergan vazifa shunday bo'lishi kerak. Beytullah'da, ama ben Beytullah'a kirib adamın so'zlayotgan so'zini, va'zisini anglag'anim yo'q. Ama yaqin adamlardan, cho'nglardan doim anglab turdik. Cho'nglar bizning 3 tavuz degan mahallamiz bo'lgan. 3 tavuzdan Beytullah'a kirib, Beytullah deymiz ham cho'ng meshit. Orada deb qo'yamiz. Hakim hocamninki mahallasi. Hakim hocamning mahallesini biz orada deymiz endi, orada. Shu yerda bu odam jiq xizmat qildi. Xalqni tarbiyalash uchun nurg'un bilim sarf qildi-da bu odam. Bilim sarf qildi. Shu orqali xalqni bu odam bergan topshirig'i bo'yicha inqilobga tayyor qildi deb bildik. Bu bergan topshiriqda deyla Ilhom To'raga kim topshiriq berdi yani sizcha? Endi shu vaqtlarda bu yoqdan boratdi-ku, Sovetdan boratdi. Boshqa kim boradi? Albatta Ilhom To'raga boshqa bir adam, Ilhom To'ram o'zidan o'zi chiqibla qilgan adam emas. Va hammaga ma'lum. Ilhom To'ramning egisi bor. Ilhom To'ramning topshirig'i bor. Topshiriq bo'yicha ishlagan adam deb keyin o'zi biz rasmiy kichkina bir onsizimiz ko'tarilib bo'yi oqqarni farq etadigan darajaga yetgandan keyin qarab, mana Ilhom To'ram demak bergan otquruqlarni otquroldi deb bildik. Bu Ekinbek Hoca hakkında biraz to'xtalib bersangiz, bu adam kimdi? O vaqtda nima xizmat qilgan? Men Ekinbek hocamni to'liq bilaman. Ekinbek hocamni ko'rgan. Ekinbek hocamni biz bu Van evladı asli. Asli Van evladı. Ekinbek hocamni biz il xalqining knyezi deb bilardik. Il xalqining knyezi. Shuning uchun Ekinbek hocam bütün il xalqi shunchalik hurmatlaydi. Beshida ko'taradi. Nihoyatda cho'ng hisoblaydi. Ekinbek hocamning degan aytgan bo'ladi. Ammo o'zini to'xtatgan Ditva adam edi. Ditva adam edi. Ilhom To'ram
özünün ordusunda yaşaydı. Aileleri bilen, balları bilen. Bütün yemek içmeyi, teminatının hemmisi halktan bulurdu. Bolup mu sayraladın? Bolup mu sayra halkı Hekim Hocam'ın beşini götürürdü. Hiç kandak nersinin Hekim Hocam'ın hicaleti yok. Knyaz oğandikin bana keyinki vaxtlarda Hekim Hocam'da bazı adamlar fazla bilip yetmegen adamlar Hekim Hocam beka yetmeyeydi. Hak bekadı mı? Yok. Çünkü her bir halkının özüge has baş koyduğun, boysunduğun çoğun nemeleri bulurdu. Kabileleri buldu hatta. Şunun için Hekim Hocam bizim knyazimizde bir hesaplaydı. Knyazimizde bir. Hekim Hocam'ın balları daim nemege arlaşıp şurada mesela Kayınbek Hocam. Küçük oğlu. Bir neçe nemeler var. Balları var. Çoğun Paşa Hocam deyimiz. Ekrem Kan Hoca deyimiz. En andaki Kayınbek Hocam. Kayınbek Hocam köpçülük tanılgan представительный özü. Heli birleşini bildiğin, okuduğun, özü okuğan jigit idi. Kayınbek Hocam. Şunun için Hekim Hocam halkının şu çoğun hesabı dedi. Çoğun hesabında halkının ki daim nimisi de Hekim Hocam dedi. Hekim Hocam'ın degen, Hekim Hocam'ın etken. Ama zıtıba edemedi. Özü savatsız boğanmadan zıtıba edemedi. 1947 yılı Elihan Törem ketkenden keyin mesela Ahmetcan Qasimi bu Hekimbek Hocamla bir xalqqa chiqib bir narsa dedimi? Nemi dedi? Endi qarang şu vaqtlarda xalqning mushu haqda Hekim nima Elihan Töre ketdi qo'y. Elihan Töre nima uchun ketdi? Kim avatgan? Qandaq kelgan? Nima uchun ketdi degan savolni haq bilsimi? Deyish imkoniyati shularda toza yo'q edi. Deyishdan qo'rqadigan qarang. Shu vaziyat shu qishinchilik. Xitoydan abdan qo'rqib yengildi. O'rnidan turgan haq biror narsa ustida tafakkur qilib, o'ylab, o'tirg'i tashlab, 5 maslahat qilib, mana bunday qildi. Yo'q, ammo bilishi haq biladi. Ahmetcan Qasimi ölüp ketdi degan xabar keldi-ku. Bu ishlarning bir tafsilotini qanday o'lib ketdi bu odam? Mesela siz gazetini ko'rdim dedi-ku. İşkirek ketdi, yig'inga chaqirgan bu. Ular Ahmetcan Qasim o'lganda, Ahmetcan Qasimi, General Iqsoqbek, Abdukerim Abbasov, General Dalalxon Sug'urbayev, Abdurashid Eminov, G'ani Karimov, mana o'sha odamlar çoğunlarının hemmisi qandaqdir bir yig'inga bor ekan degan gap taqaldi. Ha dedik shundan General Iqsoqbek mangadi ekan, General Dalalxon mangadi ekan, Abdukerim Abbasov, yana kim buni qarang. Vaqt o'tdi. Herhalde şu közü görülgen adamların Seyfeden'den başka bir monca adamlar mangadi ekan dedi. Şundan bu nima işip ketdi jahanda. Biz bir-birimizden sadece yakın görüldüğün adamlar bir-birimizden söylüşüp bu nima vardı bular, nega vardı dedi. Hayır ketdi bular. Ketkendan keyin oradan bana aniq aytamayman bir aydan keyin ya bir aydan balkim chiqaroq. Xo'p, ma'qul. Rahbarlar samolyot voqeasiga uchrab, samolyot halokatiga uchrab, hammasini hozir qaytarib akavitibdi dedi. Allohu akbar. Bu nima ish bu? Deb hayron bo'ldik. Haligi jitimning og'zi oshqa yassa buni qanotdi degan Uyg'urda bir yaxshi maqoli bor. Ham bu ish qopdi endi. Deb turib edik shunga. Bana keledi dedi, maqolda bizni
Bogey degan bir Қазақ жігіті бар еді. Волынов, майор Николаев деген. Забжа Тимофеев деген білі оқыған екен бір хилі дітіва, ақылыва жігіті де şu айтып жүрәтті. Что-то плохим пахнет. Bir yaman pırak var. Dedi ama. Nemi yaman pırak, nemi sizi vatsa desem. Ya что-то чую. Sizi vatı ben bir nesini. Bir yaman pırak var. Dedi. De bir nes vaxtla ötkendiyken qarışaq. Samolyotda, samolyotda halak boğan rəhbərlərin ki, cəsədlərinin həmmisini sınıqı qrup qısilib, əkəb düşürüşlər dedim, ağıldab 12 adam çıxıb bunu düşərib. Ahmet Efendim'nin yeniden sevatqan Noy 3 tavuzda üyü vardı. Şeye kapadık, şeye tuttuk, şunlarımızda. Bolda jığı zarı. Eşeğde bana bazı nimede bana jitiminin ağzı aşkı yetse bunu kanaptı degen bana rəhbərlər bir çıraylık verip özünün çiliği arzu qılğan armanını etib bir muncu məsələlərini xalqının işini həll qılmanda verib bana da hazır ölüb akibatımız bu qandaq olub getdi. Da boldu jığı qaran, boldu şakaları var. Uruk tuqqan qavmi qarindaşları varmışların həmmisi gəldi. Hem de biz ofitserler benim o vaxtda da yeniden mayor bolğan vaxtım müayətə var. No xeyr şunda jığı nəhayət köp olub getdi. Nəhayət köp olub getdi. Ben bir nərsini misal qılıb etib bəsəm boldu. Balamda etib verək. Bir ayal ma darvazı tərəfdən kirib kevatədendi. Bir jığı var. Bir munluq jığı var. Vay cenim balam, Ahmetcan balam, Abdükerim balam. Sizlərə neyme bolğandı? Qandaq bir düşmən atlab sizlərni bunu halaketki sağan boydu. Acab bu yaş ballarımız acab ölüp getdi o. Xudayım bu nimi isti, Xudayım bizge bu nimi afet. O da biçərin qattiq sıqılab. Hem de jığısının ki bazı ayallar oldu, özünüz bilirsiniz, qoşaqını qoşup jığlaydı o. Bək jığılab ketken ki o dağın qopqanın həmmini bu ayal jığlattı. Şu vaxtlarda bizim rəhbərlərimizdən bir muncuda, mesela Hüseyin Muratov, Kayınbək hocam, benim müşnaqla Paçatni Karaolda tutdu, benim arkamda Kayınbək hocam. Kakras qılatdı, şundan. Kaç gün saxıldıq bilmeyim ben. 3 gün saxıldıq mıkin? 3 gün saxılğandan keyin bunu resmi halda Travur elan qılıb rəhbərlərini kömür degen bolğandan keyin nəhayət təntənlik bilen çoğ xalq degen indi şu jığıldı ekan hayran qalasız. Apırıp defin mürasimini ötkəzdik. Biçare rəhbərlərimiz yaxşı günge yetimiz degen nime bilen halak olup keldi. Qayada bildi, qandaq oldu, hiç kim bilsin. Soraydı qanqa, nime yok. Hiç çıqa, teka ruhsatı yok. Muşu Mahinur Hanım, Ahmet Efendim'den ayalı kelip, tep, öyle nimine, aç bunu edip. Hiç kim. Yesep aç mıydı? Ya aşka yok, aşka yok. Keyin meye çıqqandan keyin bir bala bana kep kaldı. Başta Ahmet Efendim'den birisininki nimisini kabir tağutunu içip körüp demiş kodaydı ya uyağın. Ben şeydim bu. Hiç kimge o bir el ekirip getip bana Abdükerim Abbas'ın aldı da bana mışınız Abdükerim Abbas var dedi. Abdükerim Abbas'ın meyede altın çişi var idi. Ben körünüp durduğun şusu körünüp durdu. Kağallar, qandaq nime qılğan onu hiç kim bilmeydi. Ben dedim hiç kimde aşka yok. Hiç kimde aşka yok. Hiç ruhsat qılmadı. Kim ruhsat qılmadı? Onu ben neydim bilmem. Biz neydim bilimiz. O xalqның nimesi şunçilik talebi hiç kimde aşkın ruhsat qılmadı. Bada çakış geldi, ata-analары geldi. Yakın yarı biraderleri geldi. İçip onu kögen hiç kim yok.
Deydik şunu. Abdülkerim Abbasov'ni siz gördünüz mü cesetini? Abdülkerim Abbasov yakın ağayla bolgan. Cesetini gördünüz mü? Ha? Ölüp ketkendan keyin cesetini gördünüz mü? Kişi var ekendiniz mi? Hamma yeri yok. Mana kishi ko'rinib turdi. Ana kishi endi uni aşı yasab ashuna qilganmi. Boshqa yerda ko'rmadim. Faqat mana shu 6-chi ish, nasha, o'ttir jiriq. Kichikina ko'rinib turdi. Chit-chit ko'rinib turdi. Qag'aya kuyuk. Ya. Qag'an yuzi kuyib ketgan ko'rinmaydi. Ko'rinmaydi. Ko'yib ketdimi, sunib ketdimi, paj bo'lib ketdimi? Boshqa cesetmi o? Boshqa cesetni nereden bilamiz biz? Shuning uchun endi oshini ba'zilar ajlar yasab ashuna qilib qo'ygan deydi. Endi uni biz ko'rmasak falan, uni biz bilmasak, vaqtladimi albatta biz o'z beshimizdan qo'rqatdik. Shuning uchun uni bilmay demidik. Şuayq jig'izari bilan qarang, dard alam bilan ilqi Uyg'urlarda bir maqol bor. Toz miskin bo'lib, bechara qurib, hechimiz qolmagan. Qurib qaqshal bo'lib qoldik, o'tinchi olib satsin. Xaridori yetib kelsa, g'arib bechara deb satsin. Degan bizda bir izleyeceğini bor. Endi biz o'zimiz shu vaqtlarda o'zimizni ashnaq Hizdim sıraplı qalğan, qurub qaqşalı bo'lib qalğan, hizmimiz yo'q, turmush yeli. Quvvatqa vaqtlarda albatta bir muncha gaplarni Zaysamay otada degan bir gap bor, yaxshi bilasiz. Yo'qolgan gaplarni qilaverishga bizda nima yo'q edi qarang. Maqdirimizmi yo'q edi. Ahmetcan Qasimi qandaq xarakterli, bijazi qandaq odam edi? Ahmetcan Qasimi bak kelishgan odam edi. Bak kelishgan odam, bijazi, xulqi. Ammo zo'r bilimli odam edi. Zo'r bilimli odam edi. Uyg'ur xalqining ichidan chiqqan bir dona odamni Ahmetcan Qasimi deydik. Şunaq deyildi özü. Muamelesi, münasebeti, meyli kiçigi, meyli çoğu, meyli mensepdari, qaysi olsa bulsun bu adamınki anındaki Rostilluk adam idi. Ben özüm Oruç'unu bilgenliğim için söz ettim. Şunçilik çıraylık sözleydiğen. O Rostillini şunçilik köp bildiğen hayran kalırsınız. Burası hayran kalırsınız. Rostillini şunçilik öğrenirken. Muamelesi şunçilik yaxşıydı. Adamlar Ahmetcan Qasimi dese şunçilik yaxşı gördüğün, xalqning himayesiga to'liq ega bo'lgan odam edi. Şimdi albatta O'risni shunchalik bilgan bo'lgan ekan, bu yoqning odamida endi mashaqda o'qib, mashaqda yetirib nima qilgan odam ekan boya. Shuning bilan şöyle güne geldi. Abdülkerim Abbasov. Bu ben bilmeyim endi bu keyingi 100 yıllarda Uyghur halkının içinden Abdülkerim'dek bir adam çıkamda çıkmamda o bir gap. Şunçilik akıllık adam idi Abdülkerim Abbasov degan. Naat akıllık kişiydi de endi. Asli karakolluk. Bizning karakolluk deydi. Karakolun 31. yılda bular o'tgan. Şu vaqtlarda Abdülkerim Abbasov bilan mening Abdülkerim Abbasov bilan ikkimiz yaşimiz, onun 21, mening 22. Biz yaqin og'ayni bo'lib yurdik. 3 Tavuz degan mahallada. Bizning mahallada yaqin og'ayni bo'lib yurdik. Şu vaqtlarda Abdülkerim Abbasovninki gapini anglayman degan cho'nglar nihoyat ko'p bo'ladi. Shunchalik qobiliyatli odam edi bu. Masalan, ikki odam urushib qolsa, ikki odamga so'z qildi. O'sha so'zni anglash uchun tashna bo'lib yurgan odamlar ko'p qarang. Shunchalik aqlli odam edi. Abdülkerim Abbasov degan. Xayr, taqdir shunchalik ekan, umrining nimasi shunchalik ekan, o'lib ketdi. Men deyman-da, endi keyingi 100 yillarda Abdülkerimdek bir adam chiqib qolar. Bizni shunchalik himoya qiladi hamma. Keyin Abdülkerim Xitoychini
Bu özü şu vaxtlarda Gomindan hükümeti Ürümçi'ye joylashgan, o'qiyotgan, oliy maktabda o'qiyotgan odamlar qaysi bo'lsin, dadisi xoin deb atadik. Xoinlarni shu 37-yil qamadiku. Shu 37-yil xoinlarni qamagan vaqtida shu yerga o'qishga kelgan yoki shu yerda turib qolgan xoinning bolalari bo'lsa, hammasini Ürümchidan haydagan. Ürümchidan haydab, bichar Uyg'urning ko'migan kuni qolmadi. Hammasini haydab, shu qatorda Abdukerim Abbosov Sovan degan yerga shu yerga palagan. Sovan degan Manas bilan Shexonning o'rtasida bir shahar bor. Bu yerda asosan qozoq xalqi yashaydi. Bu nimani Xanzuja Xitoycha tilni to'liqlab qolganning hammani Sovanda o'rgangan. Abdukerim Abbosov shu yerda o'rgangan. Demek kelmegen teleydi ananın hakkı var mı deyip bir şeyde emzikine bir aşağıdan deyip emzikine bir şökene tutulgan vakti da onunla yakındaki çıkıp hiç kananırsa amelge açmadı. Abdukerim Abbosov bilen billa ketken Abdurashid Eminov degan adam var edi. Hazır balası bizning ittifoqninki redaktörü. Şu Eminovning o'g'li mesela hozir ishlayotdi bu. Abdukerim Abbosov G'ani Karimov degan shulardan billa o'lib chiqdi. Endi u apan nimasi Ahmadjon Qosimovning laqabi qorqu. Bir ko'zi sal-pal qisilib turdi. Endi shunchalik prostoy adam ekan, shunday chiroyli, yaxshi kelgan chaqchaqlarni, mayli cho'chit yomonroq bo'lsa-mu, shunday kelgan nimalarni yaxshi ko'rdigan bu adam. Shu bir kuni takror aytib beray, bir kuni Ilohun Hamroyev degan bir sahna asari yozgandan keyin buni Ahmad apandim ko'rib, bu bo'pti. Hozirgi zamonninki nimasiga toza loyiq bir nima bo'pti. Buni general repis qilinglar, men bormay ko'raman. Degandek bir necha vaqt o'tmasdilar, buni tayyorlab demdi. Tayyorlab apandimga xabar qilgandan keyin apandim darhol kelibdi-da. Kelgandan keyin nima parda ichilmagidak. Bu nima bo'ldi ekan? Deb saqlab turibdi bir vaqtdan keyin endi bizning G'ulja gimnaziyaning o'dilg'a ama klubning bir nimasi ishiga bu tarafga ichiladi. Endi muhim rollarning birisi Zo'rdin Shiva degan laqami Shiva. Zo'rdin Shiva degan adam bir rolini oladi ekan, muhim rollardan birini shu adam kechikib kelib pardaning eshilmayotganligi sababi shu ekanda. Şunlar efendim bu yoqqa men bir vaqtdan keyin bir menib toza ishni oldiga borganda shat tiqib birov ichib kirib kelsa nima Zo'rdin. Endi Zo'rdinning Shiva laqami borligini efendim biladi. Efendimning qorg'u laqamini u biladi. Shunga efendim chaqchaq qilib ish fikrishiga endi o Shivalar deganimiz daryoning o'qitida yashaydi. Deryanın okuyup yaşaydı. İş fikirgen diyor. Huy, Zo'rdin efendi, her kanda adamın efendi deydiğen. Ahmet efendim şu. Huy, Zo'rdin efendi, neyim buldunuz, keçip kaldınız ko? Kimiler toktap gitti mi? Depti. Şaşakı vardı da şunda çıraylık çakacak. Dese, derhal amı kıyın adam. Yoksa, yaman gözden taşkırı. Kimiler meni vardı da o depti. Gördünüz mü? Bana. İki çaqçaqның bir-birisiga chiroyli kelganini demak, ma rais bo'lsa-mu, raisninki laqamini bizning oddiyki odamlar biladi. Uyg'ur xalqining prostoy, oddiy bir xalq ekanligini mana o'sha bir misollardan tekshirib ko'rganim bo'ladi bolam. Efendim shundoq nima adamlar masalan, shu ba'zi vaqtlarda birer muhim majlislar bo'lib qolsa, üyede bir yerde bu kalatı sözünü anlattık. Keramet. Keramet adımları. Anadaki Abdukerim Abbosov'ni ziyali yaşlarınki nimisi dep atatken.
Abdülkerim Abbasovni nəhayət yaxşı görətdi. Çünki Abdülkerim Abbasovning shuncha qobiliyatli yigit ekanligini efendim biladi. Bilgachga Abdülkerimni jiq saqlaydi ekanda. Jiq saqlaydi ekan. Shuni deb anglatdik biz. Efendim mana shundoq kichik pe'illik nəhayət har qandaq yerda zodi shu aqlli odam edi hamda shu vaqtida. 1949-yili Ahmetcan Qasım'ın mesela gezisini ekegenliğin keyin nima ish qildilar? 57-yili 59 buyoqqa chiqdim. 50 40 10 yil jarayonida G'uljuda bo'ldim. 59gacha. G'uljuda bo'ldim. G'uljuda ishlab tashladim. Undan keyin men o'rischa biladiganligim uchun Grajdanlar idorasi degan bir idora bor edi, Konstitutsiyaning rahbarligida. Shu yerga meni taklif qilib Abdulla Zakirov orqali Abdulla Zakirov chaqirdi dedim bir kuni. Abdulla Zakirov Urumchida bosh kotibning birisi edi endi. Abdulla Zakirov chaqirdi deydi. Men Urumchiga mang'ina aytdim. Abdulkam nima deb chaqirdi deb Abdulkamning uyiga bordim. Sen ka dedi. Qara Urumchiga men xabar qilib qo'ydim, Urumchiga bormasam bo'ladi. O'rischa bilganliging uchun mana asqaytib seni Konstitutsiya Grajdanlar idorasiga qo'yadigan odamlarning hech qaysi o'rislarning hammasi chiqib ketdi. Seni ashaga Grajdanlar idorasiga mas'ul kotib sifatida boshlig'i Yakya Boltayev degan odam u bo'ldi. Seni asla sekretarlikqa mas'ul kotiblikqa taklif qildi. Men va'da qilib qo'ydim. Seni aşağı barıda da va'da qilib qo'ydim. Men shuni aytay dedim. Uqdingmi dedi. Uqdim. Debman o adam hukumatda endi. Deb men undan keyin Grajdanlar idorasida 47'da, 48, 46'da, 47'da nima 56, 57'da o'sha yillar Grajdanlar idorasida 3-4 yil uyada ishildim. Andan keyin Urumchiga yo'tkilib Urumchida Eminovning ixtiyorida bildim. Burun Eminov harbiy vaqtimizda bor. Eminovning qo'lida ishlagan. Eminovdan keyin nima Abdulkerim Abbasovdan keyinlar kiming bor sening desang birdan-bir Eminov deb atiladi shu vaqtlarda. Aqlli yigit edi. Aqlli odam edi. Hozir Urumchida uning 2 qizi bor ekan. O'tganda bir mishaga keldi. Siz dadam bilan bir yillar birga ishlab ekansiz deb men dedim da harbiyda birga ishlagan, qo'lida ishlagan. Keyin muavin rais bo'lib turgan vaqtida qo'lida ishladim, rost. Hammani men bilaman. Nimaninki deb bir misolni deb bersam bir kuni bizning ishchilar jamiyatining raisi Urumchida şu 58-yili İslamcan uçurup burunki ofisarlarning, o'zimizning ofisarlarning birisi ishchilar jamiyatining raisiydi. Shundan Chanchkang deb tarjimoni bor edi, Qashqarlik Xitoy bolasi, Xancha bolasi. Xo'jayin chaqiryapti sizni dedi, kirsam. Nimada Urumchida xalq klubida bo'layotgan ishning xabaringlar bormi dedi. Yo'q dedim, hozir o'shirib islomni chaqirib kiringlar. Dedim aqldab o'shirib islomni telefon berdim. Hozir boraman dedi, keldi. Ikkimiz oldiga kirdik. Hozir ikki nimaga bor? Xalq klubiga bor. Xalq klubida bir munchadan qamlashmagan ishlar bo'lib o'tibdi. Bir muncha odamlar kelib kasal bo'lib hozir yetibdimiz. Buningda hech kimning ishi yo'q. Mana bu xalqni ashuna qo'yib berib o'ltiraveradigan ish bormi? Hozir bir huquq ahvolni kim keldi, qachon keldi, nimda keldi? Hozir o'qib kelishdi dedim, maqoldab ikkimiz bordik. Berib qasaq ras ko'p odam ham 70-80 odam kasal bo'lib ketibdi. Urumchi degan u yozning kuni iyun oylarida qalan baladagi ishlaydigan shay u Urumchi. Kirsak ketibdi. Ha qilishdi. Munda ketibdi bari. Besh oyoqda, mana besh oyoqda. Doğru yok. Fusuluk yok. Yani bir mi yok. Bu kadar hukmetende. O başlıklar kim?
Desek hiç kim bilmeydi. Falan da birisinin etini atıdı. Basak o biçarıma bir hal. O yetipti. Sizler kime geldi? Nemi de geldi? Nemi kılımız dedi. Desek bilmeyimiz. Kaşkada okuş çıksılar dedi. He dedik. Maşidik bastı ekeldi. Gip taşıldı bana. Ya tamamımızın tayini yok. O bu degende kıldı. Biçarlarını kıynayıp karan baykadak. Biçar Uygur hem de kanda kısım. Bunun ne çaren? Bu doğru para yok mu? Hiç mi yok? Kim verdi bize o doğru ne? Dedi. Şuna makıldı. Reisini aldığa. Başka reis olan, çoğu olan adamların birisi bunu işlavda hiç kimden haberi yok. Emin'de haber tapkan iken derhal aldığa badık. İkimiz bilip mesela işken. Dedik na kapı oldu. Kapı olup makıldı bize. Şehriye nazarının adamları, halk hükümeti, işçiler cemiyeti vakazalarının hemini iş kısalıp hem de aşağı adamlarını kandığı başkırdı, onun ağırsını ben bilmeyeyim. Biçare halk kıynaldı da bayağı. Kıynaldı. Şimdi demek eminip şinçilik halkını, öz halkını şinçilik yaxşı görüdüğün, öz halkını mümkün kadar kütüşkü tırışıdığın adamların birisiydi. O özü bana 49. yılı. 59. yılı. 59. yılı anındakilse bu yakınıymış ki ne kıldı? Ödekilerini kılıcını aldırıp ne mi dedi? Ürümcü'deydi. Ürümcü'nün resmiyetlerimizin adı kılıp hem de ketmişek bu mu? Ketil yol çıkıptı. Onun üstüne benim tukkallarım bu yak dedi. Kaynanam kayın sınırla, kayın inirla bilen bu yak kelken. Elbette ödüklerime kessek, manzak dep durdu. Şundan 59. yılı sentyabr'da bir yak açıp çıktım. Toptuklar meşakil geldik. Toptuklar nemeden Ürümcü'den çıkıp Ürümcü'den, Gulcu'dan mangalla yerket kep pişirdik ya, yerkette hudaylıkı bir padını bölgende kalkozun vekilleri gelip halkını bölüp bana munca edem deyip karan ekşidik ya. Mallı olduk da mal. Her an kalıp bu neme şıp getiriyor bu. Dedim şimdi ben benim kiragandaki bu yaktan benim bir yakın ağalarımdan vardı. Şula verip almıdığa top tuğurla ekeldi, almıdığa şıp ağalarımdan öyle. Bir neçe gün tuğandı geldi ki bu yaktan akan bağdı. Bu yak kaçıp geldik. Nemiş kıllar bu şu Bişkek kelgendeyken? Bişkek kelgendeyken barışla endi ya Allah bu neri beri işladın hezep mi zerikip ettik. Bir cim yaşaydığının bir amal olsa. Dedim de kelip beyde kamulle kaminatta mesela iş var dedi. Şeyge raboçi olup kırdım. Raboçi olup işlediler. Ürümcü'ye Taşkent'e Yötkeş'in gebini kıldı. Taşkent'e verip Taşkent radyoda tercümanlık kıldıgan işler var ki şunun için Hamit Kencebayev'ni şu kvarteri versek okusak nemi de Taşkent'te yaşa degen teklif var ki hemen dedim koy. Tekliflerini koygun atadığan gede. Öyüngümü zeyrektim, yani bir limanımı zeyrektim. Tepteş Ahmet'e Bolçakam'ın aldı da meşedili yaşay. Yani bardığanımı koyup, köçüdüğanımı koyup meşedili yaşayıp şimdi meşedili ötközdük buldum. Hürmetli televizyon köyükçiler, mana bugün Hayat Şahitler programımızın ahırga kelip kaldık. Hamit akının hayatını ve beşin ötkenlerini anlap öttüңlar. Hemen oylayman Hamit akının hayatı ve bununla okşaş nurgulgan oygularımızdan hayatı. Elbette bula kitap kılıp yazılış gerek dep oylayman.
Bunun qarta yazğıçılarımız qiziqadigan bolsa, men bilan bevosita aloqa qilasizlar. Men u yerdagilarning adreslarini berishim mumkin va yoki men yig'ib kelgan materiallarni berishim mumkin. Bular hozirgi tarixning guvohlari, hayot şahitlerimiz bo'lganligi uchun, buningdan keyingi davrdagi, ya'ni yoshlar uchun nihoyatda tepilg'isiz bir boylik deb qarayman. Shuning bilan bugungi programmamiz musha oyoqlashdi. Xayr xo'sh, kelar qitimliq sonimiz ko'rishaylik.